Alaysizlar do'stlar, biz bugun Islomxon, Asadbek va men bilan o'yinni o'ynaymiz. Yutqazgan esa jo'ski shart bajaradi. Oxirigacha ko'ring, shartni kim bajarishini bilib olasiz. Shartni kim bajarishini bilib olasiz. Asadbek tarqatib o'ldi. Mana. To'rtta bo'lib qoldi. Yana bittadan Asadbek. Tarqat. Bo'l. Islomxonga, menga bo'ldi. Boshlaymiz. Mana. Asadbek bitta olib qo'ygan edim boshidagiga. Xo'p. Bo'ldi. Endi Islomxon sen navbating. Yo'q. Asadbek meni tashlagandan keyin Islomxon navbat o'tib, navbat menga keladi. Endi mana. Kim? Mana. Bo'ldi. Yaxshi. Asadbek davom ettir. Yetdi. Islomxon sana imkon saniki. Qani qarang. Ko'rsating, Mana. Kingiz keyin mana. Mana Islomxon. Ko'k. Mana yetdi. Asadbek ishi. Yashil? Qo'y. Mana 8. Asadbek chiqdimi? 3. Chiqdimi? Plyuska! Islomxon Asadbek ikkita ko'tar. Mana Asadbek ikkita ko'tardi. Islomxon ham ikkita ko'taradi. Plyuskadan buni tashsa bo'ladimi? Ustidan tashsa bo'ladimi? Kommentariyaga yozib qo'yinglar, plyuska ustidan buni tashsa bo'ladimi, yo'qmi? Islomxon tashi. 6, 2 6. Yo'q menda. Qani bitta olib berib yuboringlar-chi. Mana 8 tushdi. Asadbek yashil. Islomxon. Uno! Va men g'alaba qozondim. Va o'yinda ikkita qolmoqda. Asadbek va Islomxon. Kim yutqizishini va o'sha shartni bajarishini kommentariyaga yozib qoldiring. Davay. Plyuska. Asadbek hozir ikkita ko'taradi. 9. Islomxonda juda kamgina qoldi. Uno! Teng. Asadbek tashadi va 8. Islomxonda 8 yo'q. Uno! Va Asadbek g'alaba. Va bu shartni bizda Islomxon bajaradi. Va bu shart bizda nima edi Asadbek aytchi? Shibbalar. O'sha to'p bilan Islomxon mana yerda turadi, biz uni shibbalaymiz. Kel Islomxon. Islomxon, o'zing shu shartda yutqizding va biz sana endi ikkitadan, xo'pmi? Ikkitadan bo'ladimi? Bo'ldi. Mana yoqqa tur unda. Aka ko'rsatdim. Islomxon. Mana aytdim. Mana ko'rsatdim xatarga. Davay, Asadbek. Asadbekning birinchi imkoniyati. Va Asadbekning birinchi imkoniyati. Va Asadbek tep Islomxonga. Va yaxshigina tegmadi-ku, lekin yaxshi zarba. Endi Asadbekning ikkinchi imkoniyati. Va tepyapti. Va Islomxon va oyog'idan qattiqqina zarba yedi. Va endi oyog'idan qattiq zarba yedi. Va endi qani tekshir. Tur Islomxon. Va mana zarba va afsuski tegmadi. Lekin ikkinchisida Asadbekga qattiq bo'lgandi. Meniki ham albatta tegadi deb o'ylayman. Mana ikkinchi zarba. Va mana juda qattiq tepdim. Va bu endi Islomxon mag'lubiyat